U zavtrakka kofe bilan burger zo'r ketyapti. Yaxshi tong o'tdi, o'zi ham barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan Iliya bo'ldi. Yangi videoga xush kelibsizlar bo'ldi. Xo'sh, xullas. Tak. Qanday baqir chaqiruvlar eshityapti bola. Tashqariga chiqaylikchi, choy ichishdan keyinga qoldiramiz. Xo'sh. Xo'p, tinchlikmi? Nima qildi? Tinchlikmi? Jitlar nima bo'lyapti bu yerda? Yo, Iyevana hayot keldingmi? Da, Mark qalaysan? Yo, Iliya, qandaysan? Yaxshi. Jitlar nima bo'ldi Iliyaga? Alvinga. Iliya, men bilaman. Gapir Jitil. Xullas, ichkariga kirsang bilasan. Mark, seni xabaring bormi? Yo'q, meni xabarim yo'q, Iliya, lekin tushunarli. Alvinga nima bo'ldi? Eshik qulf nimagadir. Bor meni chaqirib kel, Mark. Hozir Iliya. Tez bo'l. Eshik qulf, eshikni buzish kerak, jitillar. Nima bo'ldi Alvinga? Tez eshikni buzish kerak. Xo'p, menda mana shu yerda taqilgan narsa bor. Bitta mana shu pichoq bilan buzib ko'ramiz eshikni. Ketdik, xo'sh. Zaborimiz ordan. Eshikni buzib ko'ramiz. Xo'sh. Jitlar yo'l beringlar. Xo'p, eshikni buzib ko'ramiz. Opa. Voy, Iliya, nima bo'lyapti bu yerda? Mer keldingizmi? Da, keldim. Mark chaqirdi. Bilmayman, Alvin eshik qulfi, Alvin uyda qushda ketdi, yotib uyda. Tushunarli. Xo'p. Eshikni buzamiz. Mark qochib turibdi. Xo'sh, qulfini buzdim. Yaxshi bo'ldi. Alvin, senga nima bo'ldi? Qo'y, Iliya, kirma, politsiya chaqirdim kelguncha. Nimaga kirmayman? Alvin axir mening do'stim. Tergov qilishadi, men hech ko'raman. Mayli, hech narsa aytmayman. Mark kelib kirdi. Eshik qulf. Alvin, senga nima bo'ldi? Nima bo'ldi senga? Yo'q. Kimdir o'yindan kiribdi. Eshik qulf. Qandaydir izlar bor. Izlar? Qayerga ketdi? Qandaydir izlar. Tak. Iliya, nima qilamiz? Biz politsiya kelguncha Mark bilan o'zimiz tergov ishlarini olib boramiz. Kim qilganini qilish kerak. Alvin esa yaxshi shifokor bilan politsiya kelgani ma'qul. Yaxshisi uni oldiga qilishmaydi. Alvin hozir hushida yo'q. To'xta, Alvinni uyini tutish kerak. Alvinni men ko'rgan edim. Oltin bronesi bor edi. To'lalari joyida. Oltin bronesi yo'q. Pullari yo'q. Kimdir o'marib ketibdi. Aniq kimdir o'margan. Yaxshisi biz izlar ortidan borganimiz ma'qul. Izlar qayerga olib ketyapti? Izlarni bosmang. Izlar 'tinchi uyga olib ketyapti. 'tinchi uyi. 'tinchi uydamisan? Yo'q, eshik ochiq. Bu yerni tutish kerak ma'qul. Xo'sh, Mark, bu yerni tutish kerak. Ha. Men kitobda bo'ldim. Kitob yozib bor ekan. Kechasi 9:00 da kutib turaman. Bu K deganlar kim bo'ldi endi? Menimcha ism bosh harfi. Lekin bu yozuv aniq Alvinniki emas. Menimcha Alvinni kimdir shu yerga chorlagan deb o'ylayapman. Aniq kimdir buni shu yerga chorlagan. K ismda kim bor bizning qishloqda? Karim. Ha, ketdik, yur. Karim va Komil, lekin ular qilganiga ishonmayman. Karim esa yoshi katta, Komil esa hali yosh. Lekin ular qilganiga ishonmayman. Qishloqimizda kim qilgan bo'lishi mumkin? Yur, chiqani tezlik bilan Karim va Komilni olib boramiz. Sizlar esa Alvinga qarab turinglar. Karim va Komil. To'xta. Xo'sh, Karim va Komilning uyiga boraylik. Karim. Jinnimisan o'sha telku? Mark ketdi. Men Karim do'dan oldiga kirib so'rayman. Karim do'da, kirsam bo'ladimi? Iliya, yaxshimisiz Karim do'da? Da, yaxshi, nima muammo? Alvinni kimdir urib hushidan ketkazibdi va oltin kiyim olib ketibdi. Nima? Siz qilmadingizmi? K harfidan ismingiz boshlanadi. Siz Alvin bilan ham yaxshi emasmidingiz? Da, lekin men Alvinni uni ish qilmaganman. Keyin men odam o'ldirmayman hech qachon.
to'g'ri, Alvin yaxshi bo'lgan, chunki u meni yer sog'lig'i bilan urushga o'tganmiz. Lekin men qilmaganman. Kecha soat 9da qayerda edingiz? Mana bu yozuvda soat 9da kutib turaman deb yozilgan. Uni kimdir chorlagan o'tinchini uyiga. Soat 9dami? Uyda edim. Dalil bormi? Dalil yo'q, lekin men unday ishlar qilmayman. Mayli, qarang-da. Tak endi men Markga oldiga boraylik. Tak Komil nima debdi? Komil nima dedi Mark? Komil ham qilmadim dedi. Biron bir dalil ko'rsanmi? Qayerda bo'lgan ekan? Qani o'zi u? Komil tog'a, yaxshimisiz? Ilya qandaysan? Yaxshi. Kechqurun soat 9da qayerda edingiz? Kechqurun soat 9da qarindoshimnikida edim. Bugun keldim. Dada jitraydi aytishayotdi. Mayli, siz so'rayapsiz. Agar mabodo Alvin kimdir, Alvin haqida kechasi nima qilgan bilmaysizmi? O'zi kechqurun kelyapti. Ha, to'g'ri. Cho'ta ne to. Bizda yana bitta 3-kandidat bor. Qanday? Yana bilmadim kim bo'lishi mumkin. Nima? Merni uyda o'tin sovuq turibdi. Alvinnikiga o'xshar ekan. Soat emas. Soat bilan sovuq deyapman. Soat. Kirib ko'ramizmi? Yo'q. Mark hozir hatto hozir bu yerga tashlasak, bu hamma narsani yig'ib ketishi mumkin. Tim bo'lib u yer Alvin oldiga yurib ketdi. Lekin menga shubhali. Nima uchun mer Alvin o'qishga ketganini bilmadi va keyin yetib keldi. Mana hozir yaxshilab dalil yig'ib olamiz, keyin esa merni oldiga boramiz. Hozir esa nimadir deydi. Mark uni yana qidirish kerak. Nima qilsak bo'ladi? Yurmayli uyim kirli ozgina choy ichamiz. Kitob. Qanday kitob bu? Bilmadim. Yozuv. O'rinchi. Tergovni tugatmasang, keyingisi sen bo'lasan. Nima bo'ladi? Demak, Alvinni hushidan ketkazgan odam bizni ko'rsatyapti va ko'ryapti va biz demak bu deganimizga tahdid qilyapti. Nima qilamiz? To'xtatmaymiz. Qani to'xtata qo'yaylik. Yo'q. To'xtataylik. U axir meni yaqin do'stim bo'lgan-ku Alvin. To'xtataylik, iltimos. Yo'q, u meni do'stim. Sen boraver, men xohlasang o'zim qilaman. U demak bizni kuzatyapti va nimagadir demak yaqinmiz. Demak jumboqqa yaqinmiz. U qo'rqqanidan shunday qilyapti. Men qo'rqmayman. Tergov To'xtataylik. yo'q. Mark uyingga bor, ertaga gaplashamiz. Bugunchalik mayli to'xtatamiz, ertaga davom ettiramiz. Tak, bolalar nimagadir neto choy ham kim kelmay qoldi. Demak, haqiqatga yaqinmizki, u tergovni to'xtatyapti. Demak, o'sha odam qo'rqyapti. Menda bitta zo'r reja bor. Xullas, kechqurun 4-chi uyiga soat 9 yana bir borib ko'ramiz. Chunki Alvin soat 9 chaqirishgan. Faqat men qurollarni olishim kerak. Komil tog'ada qurol bor edi. Ko'zimga uyqu kelmayapti. Bolalar umuman boru chiroy. Ko'zimga uyqu kelmayapti. Tura qolay uni bolalar yaxshi. Afshi uyqu kelmayapti ko'zimga. Cho'ta neto'da 9 ga chiqib boraman. Markka qo'ng'iroq qilay yaxshi. Tak, qo'ng'iroq qilsam tashqariga chiqaylik-da. 9 nima bo'lyapti ekan? Tak. Shitila hali ham turibdi Alvin uyini oldi. Qolishmayapti. Tak. O'tinchini uyda chiroq yo'q. Nima? Bola, bu yoq hech kim yo'q edi. Tez Markka qo'ng'iroq qilaman. Tak. Mark, alo. Sen uxlayotgandim. Ani o'tinchini uyga borib kelaylik, Mark. Men hozir uxlayotdim-da. Bu yoq hech kim yo'q edi. Chiroq yonyapti. Kimdir chiroq yoqyapti. Bo'pti, mayli, hozir ketolmay uyni olga. Tezroq bo'l. Men esimga chiqib qoldi aytgancha, ana Komil tog'iga aytib qo'ydim, uyga borishim kerak edi. Esimga tushib qoldi bola. Qurol berish kerak edi. Menga qurol olamiz, bola yoqqa borishga odam cho'chiydi. Uydagi Komil tog'i tak, men keldim. Xo'sh keldingmi? Da, qurol olsam bo'ladimi? Da, shkafchada. Keyin qaytib bergan. Xo'p, tak, qurol, patronchi. Patron o'zi 20 marta urishayotsa kerak. Mayli, xo'p. Qaytib olib keling keyin. Xo'p, mayli. Tak, chiroqni o'chirib qo'yavering. Uxlamaysizmi? Men seni kutaman. Xo'p. Qurol oldik, yaxshi. Endi Mark kelsa bo'ldi. Uyimni oldida ko'rishamiz degan. Qachon keladi bu uyga? Keldingmi? Qurol olib keldim. Yaxshi. Xullas, men tashqariga chiqdim. Chiroq yonib turibdi. Nimagadir chiroq yonib, qaragan o'tinchini uyda. Yursak borib ko'ramiz. Tak. Chiroq yonib qolyapti. Tak, chiroq yonib. Alvin men hayron, Mark men hayron qolayotganimcha, keyin qizig'i shitila hali uxlashmayapti. Tak. Yo'q! Qayerdir ovoz eshitildi. Qandaydir ovoz eshitilyapti, Mark. Qanday? Men uyga kirishga cho'chiyapman, yaxshi.
yo'qsa politsiyaga qo'ng'iroq qilaman. Bu yerga kirishga qo'rqyapman. Politsiyaga qo'ng'iroq qilgan ma'qul. Alvinni kim o'qishsa bu holga keltirganini ham bilamiz shunda. Yo'qsa politsiyaga qo'ng'iroq qilaman. Bu yerga o'zim kirishga qo'rqyapman. Qandaydir to'g'rislar baqir chaqirlar. Bo'ldi sizlarga xayr videoda post qilaman bo'ldi. Biz Alvinni kim o'qishga yetkazgan bo'lmadik. Mark Karachuk politsiya qo'ng'iroq qilsa ularni kutib ol. Va jitlarga ayt tarqalsin. Tezlik